告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中的拉扯困守在敌后，隐隐约约的沉默透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透，别再带着泪入睡，去想象的世界答案不一定绝对，伤口因为爱传裂，让我们的痛不尽解，求生的力量来自真我，战胜可敬的对手，坚持信念是我的所有，抵达心中的辽阔，就是巨大该解决的，遗憾的该解决的，放不下的该解决的，绳索的光芒指引方向，跨越了浩劫，曙光渐亮，生命气息确认。 Bu qabilaning asosiy xazinasi Qo'azoni qamrovchi qul. Endi biz Binafsha qo'ng'iroq qirolining izini teskari tekshiramiz. Avval o'zimni zaif ko'rsataman. E'tiborni yo'qotsa, darhol paydo bo'laman. O'sha inson o'yinga kirdi. Yang, sen o'lasan. Bu eng kuchli olov ma'budi kristali. Men o'lyapman. Sen ham men bilan birga o'lasan. Qurbongoh minorasining xazinasi insonda paydo bo'ldi. Binafsha qirol ham o'ldi. O'sha odam uchun katta narx to'lagan. Qo'rqinchli joyi yo'q. Biz ko'pchilikmiz. O'lja uchun boramiz. Uzoqroq joyga borish uchun teleportatsiya qilib u yerga boramiz. Qani ketdik. Kech qolsak imkoniyatni boy beramiz. O'lmasdananing yo'qotilishi 42% ga yetdi. Uni tiklash uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Mening o'lmasdanim ham 59% yo'qoldi. Qolgan kuchim esa 10% dan ham kam. Uyquga ketyapman. Agar vaziyat yanada yomonlashsa, o'lishim aniq. Qochib qol. U ikki odamni bir vaqtda quvlay olmaydi. Agar ikkilansa, tirik qolish imkoniyatimiz bor. Dahshatli energiya qoldiqlari. Faqat to'lqinni ko'rib ham dahshatga tushasan. Nima bo'lyapti? Bizni lagerimizdagi eng kuchli qirollar jinnalik qilib qochyaptimi? Inson, haddan tashqari beshafqat bo'lma. La'nati, odamzod. Mening ikki o'qim.
Sen uchun oson o'lja emasman. %90% kuchini yo'qotib hali ham qolgan kuchi bilan o'q otishi mumkin. Sen haqiqatan ham ajoyibsan. Afsuski, senda faqat bitta imkon bor. Galaktika uzra osilgan somon yo'li. Moyu! O'zimni yomon his qilyapman. Ketdim. O'sha insonni urishga bo'lingan. Hujumga! Bu g'irt ahmoqmi? Ular ahmoq emas. Agar biz ham qirollarni qochishini ko'rmagan bo'lganimizda, biz ham insonga hujum qilgan bo'lardik. Ikkita qirol darajadagi, 6 ta yuqori darajada, 10 ta boshlang'ich darajadagi, jami 18 ta. Osmon balandligini bilmaydigan begona irqlar. Sizlar qolganlarga o'rnak bo'lasiz. Bu mening hayotim davomida unutilmaydigan xotiram. O'z ko'zim bilan ko'rgan haqiqat. Zirh qiyofasida mukammal darajada nafis. U qora tun og'ushida erkin uchmoqda. Zahar, bu zahar. Bu qilich nuri daryodek. Mukammal darajada go'zal, ko'zni qamashtiradi. Bir uchi yerni yoradi. Bir uchi esa okeanni buzadi. Yana bir uchi esa osmonni parchalaydi. Minglab million kilometrdagi dunyoni butunlay yo'q qiladi. Bo'shliqqa aylandi.
Bu o'zgaruvchan va ajoyib koinot chuqurligida bu qilich nuri daryosi yanada ajoyib manzara. Hoziroq o'ldiringlar. Oy nuri texnikasi. Tezroq qoching. Bu insoniy qilichi juda dahshatli. 18 qirol muhri hujum qildi, faqat 5 tasi omon qoldi. La'nati binafsha qo'ng'iroq qiroli bizni o'limga tashlamoqchi. Oxirgi marta bunday dahshatli holat 10 ming yil oldin edi. Insoniyatning 7 qilich qiroli yulduz minorasining xazinasidan foydalanib, bir vaqtning o'zida ko'plab qirol muhrlarini yo'q qilib, bizni yulduzimizni o'g'irlab ketdi. 200 dan ortiq o'lmas qirollar bitta insonni qo'rqib harakat qilishga jur'at eta olmadilar. U hali qirol darajasiga yetmagan bo'lsa kerak. Albatta, u qimmatbaho narsadan foydalangan. Uzoq davom eta olmaydi. Unday bo'lsa boraver. Hurmatlilar. Qirol muhr chegarasi qanchalik kuchli? Men o'ldirmoqchiman. Tabiiyki bunga to'lashim kerak. Lekin bu narxni men to'lay olmayman. Eng kuchli olov kristali. Bittasi 1000 milliard xuan birligiga teng. Agar portlasa, cho'qqidagi minglab qirollar o'ladi. Chegaradagilar ham. Bu insonning kuchi yuqori qirol darajasidan kam emas. Hurmatlilar, bu insonni kimligini bilasizlarmi? Uni Yang deb atalishini bilamiz. Unvonni esa eshitmaganmiz. Uni jang san'ati juda go'zal. U qilich silkitganda daryoga aylanib, uzoqqa tarqaldi. 13 qilichning tig'i. Bu 13 ta qirol muhrining qulashi degani. Menimcha uni shunday atash kerak. Qilich, daryo qiroli. Rostdan ham o'q qirolni yo'q qildi. Uning qilichidan shunchalik yaralandiki, uyquga ketdi. Eshitishimcha qon qiroli ham qo'rqib qochib ketgan. La'nati! Men uning shon-shuhratiga zina boya bo'ldim. Lekin uning kristaliga dosh bera oldim. Kelajakda yotib olib mashq qilish paytim keldi.
Milliard yildan keyin koinotda yuksalsam, albatta qaytib kelaman. 14 ta qirol muhri o'ldirildi. Rostdanmi? Umid qilamanki, kelajak tun bilan uchrashmaymiz. Inson pichoq daryosi qiroli. Yang, hammasini eshitdim. Juda kuchli ekansan. Yo'q, unchalik emas. Qilich daryo qiroli rostdan ham insoniyat uchun sharaf keltirdi. Osmon majmua qiroli bilan allaqachon 108 ta o'lmas qirol muhri senda bor. Pichoq daryosi qiroli! Pichoq daryosi qiroli! Qilich daryo qiroli mening yan qirolligimning shogirdiga albatta bu yarashadi. Lufeyning daryo qiroli ekanligi maxfiy saqlansin. Hech kim bilishiga yo'l qo'yma. Xo'p. Qilich daryo qiroli olam hukmdori bo'la turib qirol unvoniga erishish qiziqarli. Bu binafsi qo'ng'iroq rostdan ham xazina. Ruhiy hujum, jismoniy hujum. Ikkisini ham 90% to'sib qo'yadi. Afsuski, tanaga birlashtirgan xazina cheklangan. Buni o'rnatish uchun bu marvaratni tanadan chiqarib tashlash kerak. Albatta Jiang-Jianni tanla. Jiang-Jiang himoyadan tashqari senga 10 mingta olam hukmdori kuchini beradi. Og'ir qirolining ahvoli hozir qanday ekan? Sen uni kuchini tiklash uchun 200 milliard xuan-yuan sarflading. Yaxshi bo'lmasligi mumkin. Garchi bu safar begona ilk qirol muhrini o'ldirib 2300 milliard topgan bo'lsang ham buncha ko'p sarflab bo'lmaydi. Unga allaqachon o'rganib qoldim. U menga sodiq va teleportatsiya qila oladi. U yordam bersa, koinotda yurish ancha qulay bo'ladi. Ong to'lqini bor. Xo'jayi. Ochiq oyda shunchalik yoqimtoy, ammo o'zini haqiqiy erkakdek ko'rsatmoqchi. Men kuchli erkakman. Meni past baholamang. UzDubGo studiyasi tomonidan dublyaj qilindi. Ovoz berishda ishtirok etishdi kiber hacker Rahmatullo va men yana e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Davomi bor, albatta. Har dushanba kuni dublyaj qilamiz va VIP kanalimizga joylaymiz. Bizni kuzatib borgan do'stlarimiz, VIP kanalimizga obuna bo'ling. Atiga 30 ming so'mga 40 ming so'm, balki 50 ming so'm bo'lar, 10 tadan qism chiqadi. Bizning hurmatli muxlislarimiz, ushbu anime va donxuvalarni faqatgina bizning rasmiy kanalimizdan tomosha qiling. Premium kanal obunachilarimizga esa minnatdorchilik bildiramiz. Hurmat bilan UzDubGo jamoasi.太短不够看，那就扫一下这个神奇的二维码，收获更多独家剧透、福利彩蛋。书里还有超多精美地址、设定情报等你领取，请大家多多扫码支持，我在这里等你来啊！
被笼罩在一片灰色，只有水液昭示生命还炙热。弱肉强势都遵循这个规则，看谁比谁有资格让宝宝被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念，要我的心永远都不陨落。在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着，挣扎着，烈火把夜空燃后，吞噬掉整片星空，燃烧着，燃烧着。就要冲破苍穹，宇宙都听我怒吼，咆哮着，挣扎着，热血把夜空燃后，吞噬掉整片星空，燃烧吧，燃烧吧。你要去星辰塔？抵达的瞬间，我突然感受到了一股令灵魂战栗的召唤。是阵风星辰，看来他是真要现世了。主人刚进星辰塔就能遇到这样的好事。天阵王的坐标就在不远处，等等会合，我们也好有个照应。主人，小心！堪比普通行星体积的星辰，隐隐有着让人心悸的气息。